Bu kecha bizga sabr, sadoqat va Allohga bo'lgan cheksiz tavakkulni o'rgatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam og'ir sinovlardan so'ng mana shunday ulug' martabaga yetkazildilar. Bu esa bizga har qanday qiyinchilikdan keyin albatta yengillik borligini eslatadi. Musulmonlarning hijriy qamariy taqvim bo'yicha Rajab oyining 27-kechasi Mi'roj kechasi bo'ladi. Ma'lumki, hijriy qamariy taqvim 12 kundan har yili qisqarib keladi. Shuning uchun oylarning vaqti doimo o'zgarib turadi, 12 kunga farq qilib, toki yilni barcha fasllarida oylar aylanib tursin uchun Alloh subhanahu va taoloning hikmati ila mana shundoq taqvim hisobi bo'lgan. Ana o'sha Rajab oyining 27-kechasi Mi'roj kechasi, Isro kechasi hisoblanadi. Unda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Makka mukarramadan Baytul Maqdisga Isro qilganlar, ya'ni kechasida borganlar va u yerdan, ya'ni Baytul Maqdisdan Sidratul Muntahoga Mi'roj qilganlar, ya'ni yuqoriga chiqqanlar. Ana shu kechasida payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Alloh subhanahu va taolodan ko'pgina buyruqlarni, farmonlarni olganlar. Jumladan 5 vaqt namozni farz bo'lishi ham ayni shu Mi'roj kechasida yuz bergan. Shuning uchun bu kecha xayr baraka kechasi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo qilingan ibodatni savobini ko'paytirib beradi degan umid bor. Chunki mana shu kechada Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga oldin namozni juda ko'p farz qilgan. Payg'ambarimiz o'sha qilingan ko'p sonlik farz namozni qabul qilib tushayotganlarida Musa alayhissalom qaytib kamaytirishini so'rashni iltimos qilganlar. Rasululloh so'rab oxiri 5 vaqt farzga to'xtalgan. Ana shu ma'noda bu kechada o'qilgan bir rakat namozni savobi juda ham ko'paytirib beriladi degan tushuncha bor. Shuning uchun ko'pchilik musulmonlar bu kechada ko'proq ibodat qilishga harakat qilishni o'zlariga munosib deb biladilar. Qur'oni Karimda yoki payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning sahih hadislarida Mi'roj kechasida qilinadigan ibodatlarni soni bilan, sanog'i bilan aytilmagan. Balki bu avval ham aytib o'tganimizdek, ba'zi bir musulmon ulamolar tomonidan o'zaro tushuncha bo'lib, bu kechada ko'proq ibodat qilish tavsiyasi bo'lgan xolos. Lekin vaqt o'tishi bilan ana shu tushuncha o'zgarib, haddan oshib, mubolag'aga borib, hatto ba'zi bir Rasuli Akram alayhissalatu vassalomdan vorid bo'lmagan narsalarni ham hadis deb aytilib, bu kechada qilinadigan ishlarni, ibodatlarni sanog'ini aytilib, ba'zi bir o'qiladigan narsalarni tayin qilinib, juda ko'p mana bu savolda aytilgandek barchasiga ulgurish qiyin bo'ladigan darajada har xil kitoblarda yozilib, chizilib, belgilab qo'yilgan. Bularning hammasi mubolag'a tarzda aytilgan narsalar. Sahih, kuchli hadislar emas. Ana shu ma'noni biz yaxshi bilishimiz kerak. Lekin umumiy tushuncha shu kechada qo'ldan kelganicha ko'proq ibodat qilinsa, tilovati Qur'on bo'ladimi, nafl namoz o'qish bo'ladimi yoki boshqa biror zikr bo'ladimi, ana shundan savobi ko'payish, ko'proq savob olish ma'nolari bor. Mana shuni yaxshi bilishimiz kerak. Boshqa bir yerda o'sha savolda aytib o'tilgan kabi
turli kitoblarda turlicha kelgan ma'lumotlarni asosi yo'q, zaif gaplar hisoblanadi. Alloh barchamizni o'z hidoyatida sobit qilsin. Kanalimizga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing.